3 trimestr homiladorlikning eng og'ir trimestri hisoblanadi. 3 trimestrda nimalar kuzatiladi organizmda? Qorin kattalashadi, natijada oshqozon tepaga ko'tariladi, ichaklar pastga tushadi. Bola kattalash hisobiga oshqozonni tepaga ko'tarib, jig'ildon qaynashi kuzatiladi. Ayollar juda qiynalishadi. Ko'pchilik bolamiz sochi o'syapti deb o'ylashadi. Yo'q, aslida oshqozon tepaga ko'tarilgan hisobiga. Bunda siz achchiq, sho'r mahsulotlarni yemaslikka, gazli ichimliklarni ichmaslikka harakat qiling. Ko'pchilik ayollarimiz yotishga qiynaladi. O'ngga, chapga yotadi, lekin uyqusiz tunlari boshlanadi. Bunda nima yordam beradi? Qizlar ma'lum bir masofaga yurish, iliq dush qabul qilish va yengil massaj olish sizga uyqungizni yengillashga yordam beradi. Oyoq qo'llardagi shishlar. Bunday shishlarni kuzatilmasligi uchun qizlarjonlar 15 minutdan uzoq masofaga yurganingizda orada dam olib yurishga harakat qiling. Chunki siz tik holatda turganingizda pastki kovak vena ezilishi hisobiga oyoqlarda, qo'llarda shishlar paydo bo'ladi. Ayrimlarda siydik yo'llari eziladi. Bunday holatda sizlar sajda holatida turish yoki mushukcha pozasidan foydalansanglar bo'ladi. Agar kimga shunday maslahatlar qiziq bo'lsa, albatta meni kanalimga obuna bo'ling. Hozirgi kunda 3-trimestrga yetib kelganlar va yetib kelmaganlar ham nimadan qiynalyapsizlar? Kommentariyalarda yozib qoldiringlar.